Ha, plitamızın xudo xolasa nölini chiqarib oldik. İş varnada. Короче, dım gül içib olaş ekandan bu kara plitani tapıp, koyup, chiqib, zöte mende ençenge vahşim vaqtin gitib qoladi ekan ey mo. Xudo xolasa yine dushoy kabinamiz bitdi. Sork piyatlarını bir kesib qo'yib beramiz. Aynalari. Короче, vannamızın deshti var ekan. Kalip çıktı. Assalomu alaykum do'stlar. Biz hozir plita yopishtirib yotibmiz, xudo xolasa. Agar plitada kimyo o'rganjak bo'lib yurgan bo'lsa, bir bilmayin bir yerga boshlajak bo'lsa, bemalol telefon urib so'rayverasizlar. Короче, men ham plitadagi ishini to'g'risi birinchi boshlash. Albatta qo'llar askama. Lekin bunday 45 at ko'zlara, kolonnalara 45 kesib qo'yib ko'rgan emasdim. Короче, odamzod aytaman desa, bu ish etib boraveradidan. Как положение lazer instrument kerakligini bir ish boshlash uchun instrument bo'lmasa qiyin. Cho'tki chiqdimi? Hozir ishni o'lini chiqarib oldimdan, shundan bugun soat 4lardan keyinmi boshladim buni. 5lardan keyinmi? 5larda boshladim. 3 plita, короче 4 plita qo'yincha yana 3 soatdan ko'proq ketdi. Bu kasakasi döşlari ko'pdan buni. Şöylerinden döşeyip polijinlatib olib chiqish kerak hammalarni. Bunu hozir qo'ydim mana. Shunda saylashib ketayotiradi. Yo'q, kallaga keyin o'zgartirib berdik. Yine bu kesib tishgan joyini men uzoq kesib berayotgandim plitani yanglishib. Profilim ash usti bilan, vannaning usti bilan dangatib qatirib beribman. Kallaga ketib keyin profili pasatishirib, qaytadan shu ujini og'zini joyini 30 sm joyini kesib qo'ydik. Vannani birinchi silikon bilan qatirib oldik, teshtarakini yopishtirib, ustanobga atib. Xudo xolasa ishning bo'lib chiqayotir. Bu dushoy kabina, yerda shishasi bo'ladi, oddennidan bu. Vanna, короче, bir katta xonani общий yuvinish xonasi achchak bu. Maşallah. Cho'tki chiqdi. O'zing maqtab turish kerak-ku.